Süpüti yaxşı bolğan keçinin uyqusi ruhiy və cismani cəhətlik sağlamlığımız üçün nəhayət mühim. Şuna bugün uyqunu yaxşılaydigan yerlik usuldan birini sözləməkçi. Navada uyqunuz yaxşı bolmay, keçədə köp uyğansınız, uyğanğandan keyin uxlayamısınız, күндە keşlik tamaqdan keyin kefirdən yarım piyola yeb bersiniz, uyqunuzni yaxshilashga yordam qiladi. Undaqda kefir degan nima? Kefir bo'lsa qaytiqqa ko'rinish jihatdan o'xshaydigan, ammo oziqlik qimmati qaytiqdan yuqori bo'lgan yemaklik bo'lib, uning tarkibida 12 xildan 50 xilgacha bo'lgan o'xshamagan turdagi mikroorganizmlar bor bo'lib, qaytiqda bo'lsa faqat 3 xildan 5 xilgacha o'xshamagan mikroorganizm turlari bor. Kefirdagi mikroorganizmlar turi jihatdan qaytiqnikidan ko'p bo'lib qolmay, yana miqdori jihatdan qaytiq qaraganda 5 yaş ko'p. Bu mikroorganizmlarning ko'p qismi oshqozon kislotasini o'tgandan keyin hayot qala oladi. Qaytiqda bo'lsa, mikroorganizmlarning soni va turi aslida oz bo'lg'achqa, oshqozon kislotasini o'tgandan keyinki hayot mikroorganizmlarning miqdori va soni oz bo'ladi. Kefir tarkibidagi mikroorganizmlarning ichida badanga foydali bo'lgan bakteriyalar bo'lib qolmasdan, foydali bo'lgan zamburug'lar bor bo'lib, bu ikkisi birlashsa, bularning iqtidorini texmo yaxshi joriy qildirg'ili bo'ladi. Sutning tarkibidagi shakarga sazgur kishilarning yeyishiga noit muvofiq bo'lib, kefir tarkibidagi mikroorganizmlar sut tarkibidagi shakarni yeb parchalaydi. Shunga kefir ichganda qo'saq ko'pib, bearam bo'lish alomatlari ko'rilmaydi. Kefirning uyquni yaxshilashdan boshqa qanday foydasi bor? Ular bo'lsa tuvangicha. Kesel keltirib chiqaradigan mikroblarni azaltadi. Qondagi shakarni va qon besimini tushirdi. Qavziyatni yaxshilaydi, badandagi yalliqni azaytadi. Immunitet kuchini yuqorilatadi, allergiya bo'lish nisbatini tuvalatadi, jigardagi mayni azaltadi. Undaq bo'lsa kefirning uyquga qanday bevosita ta'sir ko'rsatganligini ko'rib boqaylik. Oshqozon uchay sistemasidagi mikroorganizmlar serotonin ishlab chiqaradi. Badandagi 90% serotonin oshqozon uchay sistemasidagi mikroorganizmlardan keladi. Oshqozon uchay sistemasida qancha ko'p foydali mikroorganizmlar bo'lsa, shuncha ko'p serotoninga erishgan bo'ladi. Demak, kefir tarkibidagi mol mikroorganizmlar buning manbasi bo'la oladi. Serotonin bo'lsa, xushallik hormoni bo'lib, kayfiyatni taqshaydi, jiddiylashish va besimni azaytadi. Kefir tarkibidagi mikroorganizmlar shundaqla oshqozon uchay sistemasidagi ba'zi alohida hujayralar melatonin ishlab chiqaradi. Melatonin bo'lsa, uyqu hormoni bo'lib, yetarlik melatonin sifatlik uyquning manbasi bo'ladi. Kefir tarkibidagi mikroorganizmlar har xil B vitaminlarini hosil qiladi. Buning ichidagi vitamin B1 bo'lsa, jiddiylikni va besimni tuvalatadi. Shundaqla kefir badandagi kortisolni tuvalatadi. Kortisol yuqori bo'lsa, albatta uxlash mumkin emas. Shunga kefirni kechki tomoqdan keyin yarim piyola yeb bersa, badandagi jiddiylikni tuvalatib, rohatlanib, yaxshi uxlash maqsadiga yetkil bo'ladi. Bugungi mazmundan foydalanib qolishingizni umid qilaman. Yangi mazmunlar bilan ko'rishguncha Allohga omonat.